Sizga bitta savol, bu ko'ylakni qaysi rangini olgan bo'lardingiz? Siz yozguningizgacha men bu ko'ylagimizdan obzorini qilib beraman. Qizlar, do'konimizga shunaqangi to'ybob ko'ylaklarimizdan olib kelib qo'yganmiz, maza qilib kiysanglar bo'ladi. Mana buni qaranglar, chiroyli turishini. Do'konimizga juda ham chiroyli bo'lgan shunaqangi to'ybob ko'ylaklarimizdan kelgan qizlarjonlar, bunaqangi ko'ylaklarimizdan bemalol to'yga, hadiyalarga olib sovg'a qilsangiz bo'ladi. Rissi ham chiroyli bo'lib turadi. Katta balshmerk razmerdagi opajonlarimizga ham bemalol mos keladi. Yeng qismida shunaqangi Swarovski toshlar bilan bezatib qo'yganmiz. Fransuzski krujevali bo'ladi. Oldi qismi ham shunaqangi toshlar bilan bezatilgan, maza qilib kiyib yurasizlar. Shunaqangi yalt-yult qiladi. Pastki qismlarida ham shunaqangi chiroyli qilib krujevali bilan bezatilgan. Aylanishini qaranglar. Aylanishiga vobshe gap bo'lishi mumkin emas. Bemalol hadiyalarga sovg'a qilsanglar ham bo'ladi. Chunki balshmerkga kiyadigan opajonlarimizga ham mos keladi. Razmerlari 46 dan 64 gacha ham bemalol to'g'ri keladi. Eng chiroyli, eng hadavoy rasvetkalarda olib kelib qo'yganmiz. O'zim kiyib olganim shunaqangi izumrudniy rangi bor qizlar. Bu yerda ko'rishingiz mumkin shunaqangi bazaviy qora rasvetkasi bor. Oldi qismlari shunaqa qilib Swarovski toshlar bilan bezatilgan. Yenglari ham bagati ko'rinadigan shunaqangi jigarrang rasvetkasi. 2026-yilning eng trendiy shunaqangi bardovisi. O'zim kiyib olganimdagi izumrudniy shunaqangi och jigarrang va prям вообще zo'r turadigan baqlajon rasvetkalardan olib kelib qo'yganmiz. Qizlarjonlar, bu ko'ylagimizning narxiga rosa ham arziydi. Chunki narxiga keladigan bo'lsak, skidka narxida 250 ming so'mdan xarid qilib olsanglar bo'ladi. Hammalarni Hadicha brend do'konimizda kutib qolamiz. Agarda kela olmay qolsanglar, butun O'zbekiston bo'ylab dostavka qilib beramiz.